Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, ail tavabatlarga ve onunğa taki kıyametgacha ergeçkenlerge dürüst salamlar bolsun. Heyit namazının hükmü alimlardan kelgen bir qarashda sünnet-i muakkede, bir qarashda vacib, bir qarashda farz kifaya. Lekin vacib degan qarash dalil jihatdan kuchlik. Bununğa asasen bu namazni gədindan sağıt qilish, günahkar bolmaslık üçün vaqtiga ulgurolmagan kishi qazosini qilayotgan tuzuk. Heyit namazının vaqti kun chiqib 20 minut o'tgandan keyin boshlanib, peshingacha, ya'ni kun qayrilguchi bo'lib, jamoatga ulgurolmagan kishi mush vaqt ichida yolg'iz yoki jamoat bilan o'qib olsa, ado qilib o'qigan bo'ladi. Peshindan keyin o'qisa, qazo qilgan bo'ladi. Ma'mar rivoyat qiladi-ki, Qatada mundaq degan: Ro'za Eid kuni Eid namoziga ulgurolmagan kishi odatda imom o'qigandek o'qiydi. Ma'mar bundaq degan: Bir kishi Ro'za Eid kuni yoki Qurbon Eid kuni xutba yoki Eid namoziga ulgurolmagan bo'lsa, keyin kelib 2 rakat o'qiydi. İmam Şafii rahmatullohi alayhi deydi-ki, imom bilan billa Eid namozi o'qishga ulgurolmagan kishi imom xutba o'qiyotgan chaqda kelsa, o'ltirib xutba tingshaydi. İmam xutbadan bekar bo'lgandan keyin Eid namozini shu joyda yoki uyida va yoki yo'lida takbir sonimi o'xshash aynan shaklda, lekin xutbasiz o'qib oladi. Eid namozi o'qiy deb kelib, jamoatning namozdan yolg'onligini ko'rgan kishi xolisa jamoat namoz o'qigan joyga borib Eid namozini o'qib oladi. Xolisa qaytib ketib, xohlagan joyda o'qib oladi. Eid namozining qazosini qilish yoki qilmaslikdimi olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. İmam Malik va İmam İbn Taymiye qatorliq ba'zi olimlar qazosi qilinmaydi deb qaraydi. Boshqalar qazosi qilinadi deb qaraydi. Qazosini qilib o'tishni ba'zi olimlar sunnat, ba'zi olimlar ixtiyor deb qaraydi. Ba'zilar jamoat bilan o'qiy olmay qolgan bo'lsa, jamoat bilan qazo qiladi deb qaraydi. Dalil jihatdan qazosi qilinadi degan qarashdagilarning dalili kuchlik. Hadisda kelishicha, Shavvolning oyi tutuq bo'lganlikdan sahobalar oy ko'rolmay ro'za tutgan edi. Kechqurun bir karvon kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyni oqshom ko'rganligi haqida guvohlik bergan edi. Rasululloh ularni ro'zalarini buzib eg'iz ochib o'tishga, atsa deganda chiqib Eid namozi o'qishga buyurdi. İmam Shavkani deydi-ki, bu hadis Eid namozining vaqti chiqib ketkicha Eidligi aniq bo'lmagan ahvolda ikkinchi kuni Eid namozi o'qildiganligi dalildir. Yana bir hadisda Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiyotdik. Rasululloh bir munch kishilarning paloqishigan ovozini anglab, namozdan keyin "Nima bo'ldinglar? Nima ovoz bu?" dedi. Ular namozga aldirab qoldik. Deganda Rasululloh: "Undaq qilmanglar. Namozga kelganinglarda temkin bo'linglar. İmomga ulguradiganlarni o'qinglar. O'tib ketganini to'liqlab olinglar" dedi. Bu hadisning boshqa rivoyatlarida ulguradiganlarni o'qinglar, o'tib ketganini qazo qilinglar degan. Demak, biror o'zir tufayli Eid namozini vaqtida peshingacha ado qilolmagan kishi atsa deganda qazosini qilib o'qiydi. Undaqda qazosini qilganda qancha rakat o'qiydi? Ba'zi olimlar jamoat bilan qandoq o'qiydigan bo'lsa, shundoq 2 rakat o'qiydi deb qaraydi. Yana ba'zi olimlar ortiq takbirlarni qilmay 4 rakat o'qiydi deb qaraydi. 2 rakat o'qib qazosini qiladi degan qarashdagilarning dalili Anas ibn Malik Basradan 2 farsax yiroqlikdagi Zaviya degan joydagi azodgardisi Abu Utbani buyurib, ayoli bilan bolalarini yig'ib, ular bilan shahar aholisidek Eid namozi o'qib, ulardek takbir aytgan. Ikrima mundaq degan: Dehqonlar Eid kuni bir yerga to'plashib, davlat raisi shahar aholisi bilan o'qigandek 2 rakat Eid namozi o'qiydi. Hatta Eid namoziga ulgurolmasa 2 rakat namoz o'qiydi degan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning nevarasi Abdullah ibn Abi Bakr buvisi Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, u Taf degan joydagi turalg'usida bo'lganida o'zi tava bo'lgan shaharda Eid namoziga qatnashmagan bo'lsa, bola chaqalarini, azodgarda qullarni yig'ib,
Hazretgardisi Abdullah ibn Abi Utbani buyursa, u uydagilarga imom bo'lib, shahar aholisi o'qigan namozdek o'qib beradi. Ortiq takbirlarni qilmay 4 rakat o'qiydi degan qarashliklarning dalili. Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu mundaq degan: Kimki Eid namoziga ulgura olmasa 4 rakat o'qsin. Buni Hafiz ibn Hajar bilan Hafiz ibn Rajab sahih deb baholagan. Ba'zi olimlar ojiz deb baholagan bo'lsa-mu, biroq bu hadis bir qancha yo'l bilan rivoyat qilingan bo'lib, bir yo'lni ojiz deb baholagan bilan boshqa yo'llarning ba'zisining isnodi sahihdir. Masalan, Shayx Albani rahmatullohi alayh Irva degan kitobida Sha'bi ibn Mas'uddan anglamagan deb bir yo'lni ojiz deb baholagan. Said ibn Mansur Sunanida kelgan sanatni Imom ibn Munzir Avsat degan kitobida Mutarrif bizga Sha'bidan so'zlab berdiki, u Masruhdan, u ibn Mas'uddan deb bayon qilgan. Bu sanat sahihdir. Demak, Sha'bidan rivoyat qilingan yo'l ojiz bo'lgani bilan Masruhdan rivoyat qilingan yo'l sahih. Undan boshqa buni kuchlantiradigan bir qancha o'xshab ketgan rivoyatlar bor. Ali raziyallohu anhuning o'zining o'rniga bir kishini tayinlab, uni 4 rakat o'qishga buyurganligi rivoyat qilingan. Yuqoriqilardan ma'lum bo'ladi-ki, Eid namoziga ulgurolmagan bir jamoat bo'lsa, jamoat bo'lib peshingacha 2 rakat aynan o'qiladi. Peshingacha o'qimagan ahvolda Eidning 2-kuni atdiganda qazo qilib o'qiladi. Yolg'iz bir kishi bo'lsa-mu bo'ladi. Yolg'iz o'qganda 4 rakat yoki 2 rakat qilib qazo o'qsa-mu bo'laveradi. Buningda sahabe kiramlardan kelgan rivoyatlar bo'lg'achqa kengchilik bor. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2011 yili 11 oyning 8 kuni.